Qo'lib turgan narsani ko'ryapsiz, zulik. Zulik. Bo'ldi, siz yuribdi. Erkaklarga massaj, zulik, hijomani reklama qilaveribmiz-ku, lekin ayollarga shu narsani qilmayapmiz. Faqat ayollar hamda farzandlarimiz uchun ko'pchilik erkaklar hamiyati bor odam xotinini jo'natmaydi massajga, to'g'rimi? Onasini yo singlisini jo'natmaydi. Lekin faqat ayollar ishlaydigan joy topib qo'ydim. Erkak kishi umuman yo'q. Qarang, ba'uni 5 bola press, surpashotga o'tib ketish yo'li, mendan quvaga razvor qilib ketishadi. Atlas oshxona bor, kalsovoydaman. Mendan tandir go'sht pishirishadi. Shuni yonginasida hijoma ochildi mana. Hijoma faqat ayollarga bo'ladi. Ayol qizlarga. Keyin molaja. Sohasi qanaqasalaring, farzandlarimizga, yosh bolalarga massaj qilish. Qanaqadir muammolari bo'lsa, yengil rasvolash, tuzlanish uchun massaj. Bundan tashqari, meditsina xizmati, ya'ni suvlatish kerak, sistema qilish kerak. Erkak kishiga ko'pchilik borgisi kelmaydi. Ayollar uchun mana shu tuzlik qilishi, hamma narsa qilishi, davleniya o'lchash kerak bo'lsa, davleniyani o'lchab qo'yishadi onangizni. Hamma soha bo'yicha ikkovlarni любойni olib kelaversa, retsept bo'yicha kasallarni ikkovlarni qilib qo'yishadi. Mana shu tuzda ishlarni bitib ketaveradi. Faqat ayollar, erkak kishiga umuman ruxsat yo'q. Yosh bolalar bo'lsa, o'sha yosh bolalar olib kelsalar ham bo'laveradi, onalar. Olib kelsalar ham mana shu tuzlik qilib ketaveradi. Massaj, hijoma, zulik qo'yish xizmati, keyin ikkov xizmati. Haftani har kunda bezovqatni ertalab soat 8 dan kechki payt soat 8 gacha ishlashyapti. Farg'ona shahar Kalsovoy yo'lda bo'yida tandir go'shti yonginasida. Like bosib, video tarqalgan telefonimdan aloqa qilib bemalol kelaverasizlar.